millatimizga nisbatan munosabat gap millatimizdami yoki xatti harakatlarimizdami? Assalomu alaykum do'stlar. Meni qiynayotgan bitta savol bor edi. Biz mana ko'p sayohat qilamiz va e'tibor berdim. Bizga nisbatan munosabatlar qanday bo'layotganligini. Masalan, mana biz er-xotin chet elda, Pragada poyezdga o'tirmoqchi bo'ldik. Poyezd bu har bitta shaharda, Yevropa shaharlarida aylanib 7 kun, 8 kun ichida Ispaniyaga borar ekandi. Biletga turdik, bizni yaxshi kutib olishdi. Pasportimizni berishimiz bilan bizga munosabat o'zgardi. Qovoq solingan, qo'pol gap. O'zbekistonliklarga mumkin emas deydi. Kimga mumkin desak, Qirg'izistonliklarga mumkin, Qozog'istonliklarga mumkin, O'zbekistonliklarga mumkin emas deydi. Menga ta'sir qilib ketdi do'stlar. Bu birinchi. Shunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Men savol berdimda o'zimga, nimaga unaqa bo'lyapti? Nimaga bizga nisbatan o'zbeklarga, o'zbekistonliklarga yoki bizning pasportimizga nisbatanmi yoki bizning o'zimizda aybimiz bormi deb. Mana yaqinda mana uchib kelayotganimizda e'tibor berdim. Biz qanday qilib o'zimizni tutayotganimizni. Biz mana yoshligimizda maktabda o'qiganda, 1-sinfda, men rus maktabida o'qiganman, bizni o'qituvchimiz o'rgatardi. Bizda fan bo'lardi. Endi qo'shimcha fan qilardik. Etiket degan. Biz qanday tutishimiz kerak? Eshikdan kirayotganda qanday qilib men o'tishim kerak? Qiz bola kelayotganda, yosh katta odam kelayotganda, avtobusga chiqayotganda, teatrga borganda, ovqat yeyotganda qanday ovqat yeyish kerak? Mana shu hamma narsalarni bizga o'rgatgan. Men miyamda qolganda, yoshligimdan mana shu tarbiya olgandan keyin mana shu narsani men hozir hayotimda qo'llab boraman va bolalarimga o'rgatib boraman. Endi atrofimizdagi mana samolyotda o'tirgan odamlarga e'tibor berdim. Do'stlar, chet elliklar o'tirganlari boshqacha o'tirishibdi. Biznikilar boshqacha. Ikkita uchta bo'lib qoladigan bo'lsa, ha ayol kishi o'zini yoshi katta bo'lsa ham qaramaydi, yoshi ham qaramaydi, o'ralgan bo'lsa ham samolyotga baqirib, tartibsiz, samolyotga chiqayotganda, tushayotganda tezroq birinchi bo'lib o'tib olay, birinchi bo'lib tushib ketay, itarib, qo'pol gap gapirib e'tibor berdimda shu narsalarga. Do'stlar, mana shu narsaga e'tibor beringlar. Biz qanday qilib o'zimizni tutyapmiz? Mana hozir qarayapmanda, Turkiyada avtobusga qator odam turibdi. Hayron bo'ldim. Avtobusga chiqish uchun 20 ta 30 ta odam bir-birini orqasida turibdi. Tas kelib, meni tanishim bor, meni bolam bor, meni oyog'im cho'loq demasdan hammasi yosh katta ham, bolali ham bir-birini orqasida o'chib turibdi. Bittadan avtobusga kirishyapti. Bizchi? E'tibor beringlar. Biz bir-birimizni itarib, O'zbekiston qayerda registratsiya deb savol bersa, men bitta qaraganimda bilaman. Qayerda odam ko'p, bir-birini itarib, mana shu odamlar bir-birini anaqa qilib turadigan bo'lsa, o'sha yerda demak O'zbekistonda registratsiya ro'yxatda o'tyapti degan. Chet elliklar mana yana kecha uchib kelyapmiz. E'tibor berdim. Turkiyadan Germaniyaga uchib ketayotgan samolyot ro'yxatdan o'tdi ular. Endi samolyotga o'tkazishyapti. Chiroyligina bitta anaqa ro'yxatda o'tadigan joyda bitta odam turibdi. Salom berib, hurmat bilan tabassum qilib o'tib ketyapti chet elliklar. Kimdir ko'rsatyapti, kimdir pasport, telefon numarini ochyapti-da, ro'yxatda o'tib bemalol biletlarni yirtib, marhamat deb berdi. Navbat bizga keldi. Biz turibmiz. Bunaqa palasa qilib qo'ydi, koridor, taroz qilib qo'ydi, taroz qo'yib qo'ydi-da, har bitta kirgan odamlarni sumkalarini qo'yib o'lchashyapti. Hayron bo'ldim-da, nima uchun? Desam, biznikilar aldashga tayyorda. Nima uchun? Sumkalarni topshiradi. Agar ortiqcha
bagaji bo'lib qoladigan bo'lsa, iltimos qiladi. Akalar, men sizga bagaj o'tkazib yuborsam bo'ladimi? Siz nomingizga anaqa qilsam bo'ladimi? Hozirgi bizga aeroportlarda boshqa joylar aytishyapti, boshqa narsa, boshqa odamlardan gruzni olmanglar. Chunki biz endi yaxshilik qilamiz deb o'zimizni boshimizga g'alaba orttirishimiz mumkin. Har xil narsalarni berib boryapti, narkotiklarni berib boryapti. Va biz bo'lsa yana borib iltimos qilamizda, menda ortiqcha bo'lib qolganda, to'lab yuborgin o'sha $8 bo'lmasa o'shani tarozida ortiqcha bo'lmasligi uchun oldida o'lchanglar. Endi bu chimadan topshirib bo'lgandan keyin yana ortiqcha o'zi bilan samolyotga olib kirib ketaman deb o'ylaydi-da. Mana nima uchun? Bizga ishonishmayapti do'stlar. Nimaga? Madaniyatimiz yo'q. Madaniyatga e'tibor berishimiz kerak. Biz yolg'on gapirmasdan, birovni aldamasdan, biz o'zimiz juda ham aqlli deb o'ylamasdan, sal bo'lsa ham tutishni o'rganaylik. Ras chet elga chiqdinglarmi? Chet elda qanday tutadi o'zini odam? Biz 93-yilda Malayziyaga borganda bizni yig'ib, hammamiz bilan ozgina bo'lsa ham suhbat olib borishgan. O'zinglarni qanaqa tutish kerak, qanaqa gaplash kerak, qo'pollik qilish kerak emas, yo'q, degan gaplarni o'rgatgan. Shuning uchun biz o'zimiz borganimizda tartibli bo'lib borgandik-da. Hozirgi paytda mana ko'plari endi imkoniyat berilgan, bilet olishadi, chet elga chiqib ketadi, tutishni bilmaydi o'zini. Do'stlar, ozgina bo'lsa ham o'rganinglar. Etiket degan narsa bor. Kitob o'qinglar, bo'lmayotgan bo'lsanglar, kelinglar biz o'rgataylik sizlarni. Qanday tutish kerak? Masalan, Rossiyadagi odamlar bilan gaplashganda, tadbirkorlar bilan umuman boshqacha gaplashiladi. Arabistondagilar bilan boshqacha, Turkiyadagilar bilan boshqacha. Ularni o'zlarini madaniyati bor, kultura, etiket deydi, biznes etiket degan narsalar bor. Marhamat, agar sizlarga kerak bo'lsa, shu bilim qiziqtirayotgan bo'lsa, o'rgatishimiz mumkin. O'rganinglar biznes etiketni. Madaniyatli bo'lishimiz kerak. O'shandagina bizga nisbatan munosabat o'zgaradi, do'stlar. Biz bitta odam o'zimiz qanaqa tutishimizga qarab, bizning millatimiz haqida bularda fikr foyda bo'ladi. Mehmonlar kelgan Rossiyadan xotin, endi xotini qarasak burni osmon. Bu odam xirurg, o'lib ketdi. O'sha paytda operatsiya qilish kerak edi o'zbekistonlik odamlarga. Burni osmon, gaplashlari katta zang. Mana biz xafa bo'lmadik, uyga taklif qildik, o'tirdik. Shunday qilib, keyin xotinim mashinada o'zi olib yurdi, sayohat qildirdi. Ketishdan oldin uzr so'radi. Вы нас извините deydi. Nimaga desak, biz sizlar haqingizda boshqa fikrda edik deydi. Qanaqa fikrda desak, endi bizda ko'p xafa bo'lmanglar deydi, ishchilar ishlaydi. Ular o'zini tutishni bilmaydi, qo'pol, muomalasi yo'q, madaniyatsiz. Biz ham hamma o'zbeklar shunaqa deb o'ylardik deydi-da. Hozir ko'rdik deydi, sizlarni ayolinglar chiroyli ekan. Shunaqa chiroyli kiyinar ekan, o'zlariga qarar ekan. Madaniyatli odamlar ko'p ekan. Shaharinglar toza ekan. Bizning fikrimiz 180 gradusga o'zgardi deydi. Uzr, kechiringlar bizni deydi. Mana yaqinda bitta video ko'rdim. Rus odam bizning odamimizni haqorat qilyapti. Menga ta'sir qilib ketdi-da. Sizlar qulsanlar, sizlar palanchasanlar, sizlar ishlagani kelgansizlar deb. Nima uchun? Demak, sabab bo'lgandir, bilmayman. Shuning uchun men sizlarga gapirmoqchiman. Meni quloq solayotgan odamlar bor. Chet elga chiqyapsizlarmi? O'zinglarni hurmat qilinglar, iltimos. Chunki sizlar haqinglarda fikr, biz millatimiz haqida shunaqa fikrga ega bo'ladi bu odamlar. Shuning uchun bizni ko'plari mana sizlar qulsanlar, gastrobatistlar deydi. Bunaqa bo'lmasligi uchun madaniyatli bo'laylik. O'zimizni tutishimizni bilaylik. Agar mana chet elga chiqayotgan bo'lsanglar, albatta shu narsaga e'tibor beringlar. Qaranglar, ular qanaqa tutyapti o'zlarini. O'chitlar turayotgan bo'lsa, o'chit turinglar. Birinchi bo'lib o'tib ketaman demanglar. Yolg'on gapirmanglar, aldamanglar. Va'da berdinglar, bajaringlar. Ortiqcha shilib olishga harakat qilmanglar. Mana ko'payapmiz, mana bolalar o'qiyapti. Remont qilishyapti-da ular. Aytayapti, aka, menda muammo yo'q dedi. Nimaga desam, menda очередь dedi. Qanaqa desam, men odamlarni aldamayman. Men oldindan pul olmayman.
Men ular bilan gaplashganda ularni rozi qilaman va o'rislar deydi. E'tibor bering, o'rislar deydi, bizga nisbatan boshqa munosabatda deydi. Ular bizga pulni ham ko'proq to'laydi. Yaxshilik qilganimizdan keyin ular bizga nisbatan boshqacha deydi. Bizni lekin qiynaganlar deydi. Ko'p mana shu o'zimizning musulmonlarimiz deydi. Dagestanlar deydi, boshqa millatlar, o'sha pastda yashaydiganlar yolg'on gapirib aldab deydi. Shuning uchun mana gap millatda emas. Gap musulmon, xristianlarda emas, odamgarlar. Shuning uchun biz o'rganishimiz kerak. Madaniyatli bo'lishimiz kerak. Biznes etiketni o'rganishimiz kerak va o'zimizni orqamizda davlat, xalqimiz borligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Va o'zimiz mana shu yerda chet elga borganini tutganimizda qaranglar, siz haqingizda nima deb o'ylasa, millatimiz haqida shunaqa deb o'ylaydi. Salomat bo'linglar do'stlar, sizlarga Ravshan Mehmon.